Bugun o'zgacha kontent qilamiz. O'zgacha burilish va hammaga yoqadigan kontent ishlaymiz. Bo'laveradi? Davay, like, comment bosib olamiz. Hammaning kayfiyati a'lo, kayfiyat pastlarni ko'taramiz, kayfiyat bayramonaga chiqaramiz. Yo'limizdan chiqqan o'sha barcha inson. Alo. Hocaga shashpashli ism olib kelib berayim. Shashli ismi shashli. Nechta yeysiz? To'rtta olib kelib beraman. Ism yana nima yeysiz? Shashli. Etgan narsangizni olib kelib beraman. Shashli yetam? Suyuq olib kelib berayim, shashlimi? Ikkosidan, ha? Bo'ldi aka. Hozir olib beramiz. Shashli olib beramiz. Bitta qiyma qo'yib bering, zo'r qilib bitta nonga urib bering, olib ketaman, aka. Bitta nonga aka? Ha, bitta nonga cho'tka qilib uraylik. Suyuq ovqat nima bor? Mastava bor? Mastava bor, ko'za sho'rva bor, do'lma sho'rva bor. Mastava qilib bering, saboyga bitta. Bir kishilik. Ustiga do'lmadan ham solib qo'ying, 1-2 dona. Opa, yog'siz bo'lsin. Yog'liq bo'lsinmi? Yog'liq deyapsizmi? Xo'p. Biz ungacha kompot chiqamiz. Cho'tka qilib urib bering, to'rtta shashlikdan olib. Baba, qaynoq kofe. Mana to'rtta shashlik mana, hoji aka. O'y, to'rtta shashlik. Mana suyuq ovqat. Ha? Katta rahmat. Suyuq, hoji aka. Bo'pti, maza qilib yeb, kayfiyatni a'lo qiling. Bo'pti, hoji bu. Bo'pti, duo qilishi shart emas, o'zingiz bilsiz u. Xullas kalom, kimdir kayfiyat ko'tariladi. Hamma bayram. Bayram, hamma to'qchilikda, ha? Kelinglar. Qaysini? Oho.